salon ro'yxandagi uning boshlig'i jaytirib, mashinamiz 60 ming yurgan. Zastavkadan ko'rib qo'ygan, qaltirab yaxshi ishlamayapti. Sapun platni tekshirishni ham ko'rsatib qo'yamiz. Sapun platni tekshirib qo'ygan bo'lsa, tashqariga emas, ichkariga so'raydigan qoladi. Bahorasi buni almashtiramiz. Bundan bilan yana video qilamiz, ko'rsatamiz. To'liq qo'ygan mashinamiz 60 ming yurgan. Switchlar ham 60 ming yurgan. Switchlar ham tamom. Burada almashayotgan narsalar switch. Sapun platni. Almashtirdingmi? Bunga qovonda qayta sarxaydi. Qo'yib ko'ryapti.